23-vaza. Buyuk Alloh shunday degan: Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qiling va kunduzu kechasi unga hamdu sano ayting. Ey Musa ibn G'imron, ey izohlovchi, mening so'zlarimni tingla. Men Allohman, Taolo, oliy sudni qat etuvchi. Men va sening oradan tarjimon yo'q. Sen esa Robbimiz miloslining g'azabi va do'zax olovining kuchayishi haqida xabar ber. Ey odam bolasi, agar yuragingda qottiqlik, tanangda kasallik, rizqingda yetishmovchilik va molingda kamchilikni ko'rsan, bilingki, sen o'zingga tegishli bo'lmagan narsani aytding. Ey odam bolasi, sening iymoning to'g'ri bo'lmaydi, to sening tiling haqiqiy bo'lmaydi va sening tiling haqiqiy bo'lmaydi, to sen Rabbingdan hayo qilmaysan. Ey odam bolasi, agar boshqalarning kamchiliklariga qarasan, o'z kamchiliklaringni unutsan, sen shaytonga yordam berasan va miloslining g'azabini keltirasan. Ey odam bolasi, tiling bu sher. Agar unga erkinlik bersan, u seni o'ldiradi va sening halokating tilingning befarmoligidadir.